Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana bunday Bluetooth'ni PNR'dan yechib, uni o'rniga shtekerli Bluetooth'ni o'rnatamiz. Hamma eski magnitofonlar orqasida ko'k shteker bor. Shu shtekerga tushadigan Bluetooth adapter chiqqan. Shuni shunday ulab turib, plyus-minus ulasak bo'ldi. Agar shunday adapter bo'lmasa, magnitofonni ichini mana bunday ochib, uni ichidan ichiga Bluetooth adapter qo'yishadi, tranzistorli. Shuni hozir olib tashlaymiz. Ishlashi bir xil bo'ladi, lekin ichidan sim chiqqan holati to'g'risi menga yoqmaydi. Shuning uchun shtekerli Bluetooth ko'proq qo'yaman. Faqat eski magnitofonga qo'yamiz. Bu adapter narxi 60 ming so'm turadi. Buni ulashlik uchun usta kerak emas. Mana ikkita sim bor, qorani minusga, plyus qizil bo'ladi. Buni magnitofondan chiqqan ko'k simga ulasak, magnitofon yoqqanda yonadi, o'chirganda o'chadi. Endi tekshirib ko'ramiz. Bunda yana bitta shteker bor. Uz shteker. Buni ko'k shteker kiradigan joyga tiqamiz. Magnitofonda yoqsa, bunda glazok bor, mana yonyapti. Bu ishlayapti. Endi nastroykadan AUX 2 ni yoqib qo'yamiz. O'chiq turadi bu. Mana AUX 2 endi menyudan chiqadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz.